Biz ko'pincha sun'iy intellekt va mashinali o'qitish degan tushunchalarni eshitamiz. Ular bir xilmi yoki farqli tushunchalarmi? Aslida mashinali o'qitish sun'iy intellektning bir bo'limi. Sun'iy intellekt informatika sohasining bir qismi bo'lib, inson aqlini takroran ifodalaydigan tizimlar yaratishni maqsad qiladi. Mashinali o'qitish esa sun'iy intellekt tizimlarini ma'lumotlar orqali o'rgatish usulidir. Mashinali o'qitish oddiy dasturga o'xshamaydi. U yerda har bir qadamni biz yozamiz. Bu yerda ma'lumotlarni berish orqali sistema o'z-o'zidan o'rganib boradi. Nega unga ko'p ahamiyat beriladi? Chunki u sun'iy intellektni yaratishda eng keng qo'llaniladigan va samarali usuldir. Qariyb barcha sun'iy intellekt tizimlari shunga asoslangan. Bu tizimlar xuddi neyron tarmoqlar orqali ishlaydi. Inson miyasi kabi. Agar tarmoqda ko'p bosqich bo'lsa, bu chuqur o'qitish deb nomlanadi. Masalan, AlphaGo tizimi shunday. U avval eskidan bor bo'lgan barcha o'yinlarni o'rgandi, keyin esa o'zini o'zi takomillashtirib mustaqil rivojlandi.